Allah'ın el-afu degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlarga Ustaz Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isim sifatlarının kısaca tafsirleri dersliklerden Allah'ın el-afu degan isim sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi minashshaytonirrojim. Allah'ın el-afu degan isim sifatlar haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 5 yerde tilga ilingan. Yani Sure Nisa 149. ayetide tercümesi Sizlar oshkora yoki yo'shurun bir yaxshilikni qilsanglar yoki biror yomonlikni kechirsanglar savob topsizlar. Shubhisizki Alloh afu qilg'uchidir, qudratlidir. Al-afu afu qilg'uchi, xatolarni yuyg'uchi, gunohlarni kechirguchi zot demakdir. El-Gafur hem keçirgici, El-Gaffar hem keçirgici. Lekin gufran süpti meyli El-Gafur manasida bo'lsin yoki El-Gaffar manasida bo'lsin, xatolarni yo'shirib qo'yguchi zot degan ma'noni bildirdi. El-Afu bo'lsa xatolarni yuyib yo'qotib tashlag'uchi degan ma'noni bildirdi. Demak, El-afu süpti, el-gafur ve el-gaffar süpetleriga qaraganda texmi kuchlik, mubalag'a darajadagi ma'noni bildirdi. Benda el-afu süptini bilgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Allohning xulqi bilan xuluqlaninglar degan amriga itoat qilib, o'ziga zulm qilgan kishilarni kechirib o'tish kerak. Balki Allah Subhanahu ve Taala'ni inkar qilayotgan kishilarga Allohning rizq berayotganligini ko'rib, asiylarning isyonlari bilan jazo bermay turayotganligini ko'rib, ularning tavba qiladigan holatlarigacha ularning dinga zarar berayotgan vaqtlarini bilib turib, shularni tavba qilg'ichi jazolamay turayotganligini, xatolarını kechirayotganligini ko'rib turib, o'zaro mu'min birodarlarning xatolarini kechirishga odatlanish kerak. Hamda banda o'zining qilgan gunohlarga qattiq tavba qilib, Allohdan mag'firat talab qilish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam gunohiga tavba qilg'uvchi kishi xuddi gunohi yo'q kishiga o'xshaydi degan ekan. Hadislerden tercümesi Peygamber aleyhissalatu vesselam Ayşe anamızga Kadir kechisida bu duanı qilishi haqida ta'lim bergan. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Tercümesi ey Allah, sen afu qilg'uchisan. Afu qilishni yaxshi ko'rasan. Meni afu qilgin. Tirmizi rivayet qilgan 3855 numaralı, İbn Majah rivayet qilgan 3982 numaralı hadis. Sure Nur 22. ayetida tercümesi Aranglarda ahli karam ve dövletmen bo'lganlar hech aqrabalarga, miskinlarga ve din yo'lida hicret qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Alloh eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Sure Nisa 149. ayetida tercümesi Sizlar oshkora yoki yo'shurun bir yaxshilikni qilsanglar yoki biror yomonlikni kechirsanglar savob topsizlar. Shubhisizki Allah afu qilg'uchidir, qudratlidir.
Sure Shura 40. ayetida tarjimasi bir yamanlıkның cazası şununğa o'xshash bir yamanlıktır. Yani sana bir kishi qanchalik çekilsa, shunchalik çekilmay aşırı etsen bo'lmaydi. Kimiki intiqom elishga qodir turuqliq, apu qilsa va o'zi bilan yamanlik qilg'ichining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh beradi. Alloh haqiqatan zulm qilg'ichilarni do'st tutmaydi. Sura Baqara 237. ayetida tarjimasi agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrining yerimini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahridan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tuguni o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa, ya'ni tayinlangan mahrining hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Hadislardan tarjimasi Payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq degan: Allah bir bandini ko'p afu qilib qolsa, u aziz bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan 6757 numaralı hadis. Elhamdülillah. Yuqorida Allah subhanahu va taolaning al-afu degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni oldinglar. Kelar qitimda Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan ar-rauf degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.